Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bizdan ko'pchilik so'rashadi. Santexnika mana shunaqa premium klassdagi ishlar qilasizlar. Ishinglarning narx-navosi qanaqa deb so'rashadi. Hozir 2026-yil aprel oyiga nisbatan narx-navomizni aytib o'tamiz. Santexnika narx-navosi, ya'ni topli polli kvadrat metri qancha, batareyani kvadrat tochkasi qancha, shular haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilaman. Qo'lingizdan kelsa videomizga bitta like bosib, yaqinlarga yo'l qo'yasizlar. Videomizni tarqalib, boshqalarga ham balkim foydasi tegar. Xo'p. Topli pollimizni ko'rishingiz mumkin. Qanaqa idealni qilganmiz? Mana shu qilganimizga bir oydan o'tdi. Hali stashka bo'lgani yo'q. Stashkachilar endi kelib, chang bo'lib tamajoy. Lekin ish prям idealni, akkuratni turibdi. Biza boshqalarga nisbatan emas, o'zimizga aytib o'tmoqchiman. Biza topli pollimizni kvadrat metrini, 1 kvadrat metrini o'rtacha $5 dan $6-7 atrofida qilamiz. Ya'ni $7 qachon qilamiz? Tasavvur qilinglar, bitta joyga chaqirishadi, 30 kvadrat topli poll bu. 30 kvadrat topli poll uchun ham bizning 2 kun vaqtimiz ketadi. Misol uchun $4, $5 qilishni iloji yo'q. Xo'p. O'rtacha narximiz 400-500 kvadrat uchastkaga bo'layotgan bo'lsa, kvadrat metrini $5 dan qilamiz. Aytaman, $5 dan qilamiz. Batareyaga to'xtalayotgan bo'lsak, mana shu tochka, bitta tochka, radiatorimizning tochkasini biz o'rtacha baribir ko'p narsa ob'yomga qaraladi. Misol uchun bitta uchastkaga ikkita batareya qo'yayotgan bo'lsa, biz batareyani $50 dan qo'ya olmaymiz. No, o'rtacha narximiz batareyamizning tochkasi $50 hisoblanadi. Ya'ni bitta xonaga ikkita batareya bo'layotgan bo'lsa, $100 ga aylanadi. Topli pollimizni aytaman, o'rtacha $5 atrofida qilamiz. Bo'lmasa 6-7-8 gacha qilamiz. $8, $7, $6 qanaqa holatda desanglar, bu aytib o'tgandek, bir joyda 20-30 kvadrat topib qo'yish kerak. Biz hech qachon $5 qilishni iloji bo'lmaydi. Bu aytib tushuntirib o'tdim. Setkalar tashlaganmiz, ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Keyin mana shu kollektor qo'ygan kollektorimizni har biriga, misol uchun bitta kollektor qo'yganmiz, ikkita kollektor qo'yganmiz. Donasiga, misol mana shu kollektorimizni topli poll kollektori uchun alohida pul olamiz, batareyamizni kollektori uchun alohida pul olamiz. O'rtacha buni ham $60 dan $100 gacha pul olamiz bitta kollektorga. Ikkita kollektor bor. Xo'p, radiatorga misol uchun kollektordan ketgan radiatorgacha bo'lgan masofaga turba trassa olinmaydi, faqatgina kollektorda o'ziga pul olinadi. Keyin kotelnidan mana shu joygacha kelgan turba trassaga pul olamiz. Yana takrorlayman, kotelnidan kollektorgacha kelgan joyga 1 metr turbaga izolyatsiya qilinadi, boshqa qilinadi, tortiladi. 1 metr turbaga o'rtacha hisobda $3,5 dan $5 gacha olamiz. Turbani metriga. 1 metr turbani, trassani metriga $3,5 dan $5 gacha pul olamiz. Xo'p. Keyin bir xil pul olishlar biz olmaymiz. Mana shunaqa gilzalar tashlab ketamiz, bunga pul olmaymiz biz do'stim. Xo'p. Installyatsiya qo'yamiz. Installyatsiyalarni misol uchun o'rnatishni o'zi, qancha karkasni qotirishni $50 dan $70 gacha qo'yamiz bittasini. Biz kimdir $100 qo'yar, biz $50 dan $70 ga. Tochkalar mana rakvinaga sovuq suv, issiq suv, kanalizatsiya tochka. Uchalasi ham farqi yo'q bizga. Uchalasi ham metri tochkasi, bitta tochka sovuq suv, bitta tochka issiq suvni biz o'rtacha yashiramiz $13 dan $18 gacha qilamiz. Bu aytganda o'rtacha desa $13. Ya'ni necha qilganapti? 160-170 ming atrofida qilinapti. Kanalizatsiya issiq sovuq suv shunga kiradi. Xo'p. Shuma izolyatsiya masalasi, bir slot shuma izolyatsiya qilganimiz 80 ming so'm olamiz metriga. 80 ming, bu ham 80 ming, 120 ming atrofida olamiz 2 slotga qarab. Yana nima gapirsang? Olayotgan joy narximiz yana puliga qarab, anaqa ishtiraba qildik, uydik, kavladik, unga pul olmaymiz. Qachonki almazli bo'rlar yordamida teshsak, bironta betonni, unga pul olinadi. Xonadan xonaga o'tgan turbalarga ham pul, teshiklarga pul olmaymiz. Ammo xonadan xonaga turba o'tsa, unga pul olinmaydi. Ish sifatini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yana takrorlab o'taman. Topli poll kvadratni o'rtacha $5 dan $7 gacha qilamiz. Batareyani $50 dan $60 gacha qilib qilamiz tochkasini. Suv tochkalar o'rtacha $12 dan $17 gacha. Yana installyatsiya aytdim, $50 dan $70 gacha.
narx navomiz qimmat yoki arzon kommentariyada yozib qoldiringlar. Narx navo hamma joyda har xil, lekin ish mana shunaqa premium klassda bo'lgandan keyin menimcha bu narx navo arzisa kerak. Nima deysizlar?